Ko'pchilik beradigan savollardan bittasi, Kamoldan shaharda yaxshi joylar bor edi, nima sababdan shu maktabni shaharga qurmagansiz degan savollar berishadi. Buni juda ko'p o'ziga xos sabablari bor. Uzoq yillar davomida o'quv markazlarida faoliyat yuritganmiz, joylardan foydalanib faoliyatimiz davomida juda ko'p xullas shaharda ishlaganmiz. Lekin menga qishloqni tanlashimga asosiy sabablardan bittasi qishloq sharoiti. Tinch, mana ko'rib turganlaringdek, qishloqni bir chekkasi, bu tarafi ham dala, bu tarafi ham dala. Maktabimizni 3 ta tomoni dala. Birorta yo'lda bir avtomobil yo'lidan uzoqda, shovqin-suron yo'q, odamlar unaqa ko'p emas, tinch, mazza qilib bilim olish uchun sharoit, o'quvchini chalg'itadigan narsalar yo'q. Hattoki kerak bo'lsa telefonda antena ham chiqmay qoladi. O'shaning uchun telefon ham ishlatishmaydi o'quvchilar. O'zimiz telefonlarimizda ham antena zo'rg'a chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun ataylab qishloq sharoitini tanlaganman. O'quvchilarimiz mazza qilib bilim olishadi. Kechqurun manetlarda qurbaqalarni sayrashi eshitiladi, kechqurun qushlarning sayragani eshitiladi. Hech qanaqangi bir zavod, fabrikalardan xoli, kitobini oladida, kichkina to'shachasini qilib oladida, dalalarning qirog'iga borib bolalar mazza qilib o'qishadi. Shaharda bunaqa sharoitni xohlasangiz ham yarata olmaysiz. Bunaqa tinch sharoitni. Shuning uchun shunaqa sharoitni tanlaganman. Hech qachon afsuslanmayman. Binoni qurishga shuncha mablag' sarflagan bo'lsak ham, hech qachon men afsuslanmayman. Chunki bu bino kelajakda, bu xususiy maktab kelajakda uzoq yillar xizmat qiladi. Uzoq yillar xalqimizni, Qorako'z farzandlarini o'qitadi, hayotda o'zini yo'lini topishga yordam beradi. Bu xususiy maktabimizdan, qishloqning bir chekkasida joylashgan xususiy maktabdan kelajakda shunaqangi zo'r insonlar yetishib chiqadi. Men bunga eng birinchi navbatda ishonaman va Alloh jonimni olguncha shu maktabning rivojlanishiga harakat qilaman. Alloh jonimni olguncha xalqimni, Qorako'z farzandlarini o'qitaman va ularni jamiyatdagi o'rnini topishga albatta yordam beraman.